Valentin Dikul. Mana bu inson juda ham qiziq hayoti, sog'ligiga taalluqli ma'lumotlar bor. Ya'ni bu inson 10 yoshligida sirkda havodagi akrobat bo'lib, aylanib, shu bilan shug'ullangan, akrobatika bilan shug'ullangan. Va 17 yoshida tepadan tushib ketgan. Tushib ketib, beli uzilgan va kindigidan pasti falaj bo'lib qolgan, paralij bo'lib qolgan. Va 17 yoshidan 33 yoshigacha mana bu invalid kolaskada o'tirgan. 33 yoshga to'lganlarida aytgan ekan, yo men o'lishim kerak, yo oyoqqa turishim kerak degan. O'lish bu oson degan. Lekin oyoqqa turish bu qiyin degan. Dikulning boyagi naqasi xarakteri boyagi nima deydi, jangchi bo'lganda, faqat olga qarab yutish kerak, olga qarab yurish kerak degan. Va sekin-sekin o'z ustida ishlay boshlagan. Meditsinani qaytadan o'rganib chiqqan, umurtqa pog'onani, orqa miyani nima uzilgan, nima uchun, qanday qilib uni naqa qilsa bo'ladi, joyiga qo'ysa bo'ladi deb rosa o'ylab chiqargan. Lekin hech narsa yordam bermagan. Ana unda u o'z metodikasini o'ylab topgan. O'ylab topib, sekin-sekin shu bilan shug'ullanib oyoqqa turgan. Nafaqat oyoqqa turgan. Mana hozir ko'rib turibsiz suratlarda, shtanga ko'targan, mashinani ko'targan. Qaranglar, necha kilalik. Menimcha, agar adashmasam 540 kiloni yelkasida ko'targan. Bu ko'p vaqtgacha jahon chempionligini ushlab turgan inson. Endi tasavvur qiling, 33 yoshigacha 16 yil invalid kolaskada o'tirgan inson jahon chempioni bo'lgan og'ir ko'tarish bo'yicha. Tasavvur qilinglar. Nima degan odamning ichidagi boyagi shijoat, sog'lik uchun harakat qilish. Ya'ni bundan oldin esingizda bormi? Uddalayman degan butun ruhi bilan, vujudi bilan shu tarafga qarab nima qiladi? Siljiydi, yuradi va uning butun vujudi, tanasi uni o'zgartirib yuradi. Uning fikrlari tanasini o'zgartiradi. Mana Rossiyada juda ham ko'p markazlari bo'lgan Dikulni va bilasiz, aptekalarda Dikul mazi ham bor, Ya'ni mana shu hammasi mana shu inson orqali vujudga kelgan narsa. Ya'ni mumkin emas degan narsani o'zi yo'q. Bilasizlar, ozgina bo'lsa ham men o'z ulushimni qo'shganman, ya'ni menda ham grija bo'lgan umurtqa pog'onasida 3 yil qiynalganman, lekin sekin harakat qilib, ilojini topib, mashqlar qilib, ana shundan 2 oy deganda chiqib ketganman. Xudoga shukr, mana hozir bemalol shtanga ham ko'tara olaman, bemalol. Rekordim 125 kilo, kindikkacha yuqoriga 56 kilo, Shuning uchun ayrimlarni bilasiz, beli og'rib qolganda yoki grija deb qolsa, tamom, bu degan so'z umr to'xtadi degan so'z, hayot to'xtadi degan so'z deb odamlar tushkunlikka tushib qoladi. Yo'q. Birinchidan bedavo dardning o'zi bo'lmaydi. Ikkinchisi, eng muhimi, toqatingdan ortig'ini bermayman degan. Shuning uchun har birimiz boshimizga tushgan har qanday dardni uddalaymiz, eplaymiz, bemalol undan chiqib ketib, Xudo xolasiga boshqa odamlarga o'rnak bo'lamiz. Har bir narsaning qiyinchilik tagida nimasi bor, uning hikmati bor deydi. Ana shu hikmatlarni topib, ilmimizni yana ziyoda qilaylik. Hayotda mustahkam oyoqqa turib olaylik. Sog'lig'imizni zo'r qilaylikda, o'zimizning nima deydi, farzandlarimizga, avlodlarimizga o'rnak bo'laylik, atroflardagilarga o'rnak bo'laylik. Va albatta o'z ustingizda ishlashni aslo to'xtatmang. Sog'ligimiz, Xudo xolasiga hammamiz o'zimiz qo'limizda. Shuning uchun harakat qilaylik, harakatdan barakatdir. Uchrashguncha.